Assalomu alaykum. Ertalabki soat 3. Bo'm-bo'sh avtobus ikkinchi etaji. Men Bolla bilan birga bugun Berlindamiz va navbatdagi blok ketdi. Hozir biz poyezdga o'tib oldik va endi planni tushuntiraman. Biz bugun xudo xohlasa Rügen oroliga borishni niyat qildik va u yoqda biz Nasional park Yasmund Nasional park borib u yoqni ko'rmoqchimiz. Bu park yiliga 1 million turist chaqiradi har safar. Juda ham chiroyli joylari bor. Bu parkka Germaniya bilan bitta most ulab turadi. Juda ham qiziq bo'ladi. Ketdi. Klein und so. Bitte in Fahrtrichtung rechts. Soat ertalabki 8 bo'ldi. Mana quyosh ham chiqib qoldi. Xudo xolisa bu yoqqa bizga yana 1 soatlik yo'l qoldi va biz o'sha orolda Yasmund parkiga yetib borgan bo'lamiz, xudo xolisa. Shunaqa biz Baltiyskiy mo'riga yetib keldik-a. Mana qaranglar, GTAga o'xshaydi. To'g'riga borsa, shiqida ketdi yo'q dengizda. GTAdan shunaqa mashina shunday keladi. Anta to'xtaydi yo'q dengiz ketdi. Vashi GTA bor-ku. Yo'q, katta dengiz turibdi. Baltik. O'zbekchasiga Boltiq dengizi deb aytilar ekan. Baltiyskiy mo'ri. Sezganinglardek biz Rügen oroliga keldik va hozir magazinga kirdik. Ozgincha o'q narsa yegan olamiz va ketdik parkka borib, sekin xudo xolisa parkni aylanamiz. Bozorlikni qilib avtobusga o'tirdik, endi ketdik. Xullas bo'ldi, biz kelib oldik va avtobus bizdan tashab qo'ydi. Endi biz parkka aylanamiz, explore qilamiz. Ketdimi, gazmi? Hozir biz biletlarni sotib oldik, chipta kerak ekan. Aynan chiptasiz joylari ham bor. Bemalol borib ko'rsak bo'lardi, lekin chiptali joylarga aynan eng chiroyli joylarini, eng yog'li, eng qiziqarli joylarini chiptali qilib qo'yishgan. 14 yevro turadi. So'mda bu taxminan 155 ming so'mlar taxminan. Va biz sekin parkgacha kirdik, to'lovni qilib kirib ketamiz. Studentmiz desa, bizga aytgancha anaqa bermadi, hech qanaqa diskountlar, hech qanaqa cheklar, pulni pasaytirib bermadi studentmiz desa ham. Ya dedim. Mayli. Xolos biz hozir ichkariga kirib ko'rdik. Bu yerda exhibition degani bor ekan, 45 minut tushuntirib beradi. Qanday bo'ladi, nimalar bu yerda bor. Endi biz kattalar, yosh kattalarga dedik, kirmadik. Sinema kino bor. Kinoga ham hozir shart emas, qarochi bizga dedik. Har 20 minutda ochilar ekan. Ular ham shu kinosi ham mana shu bog' haqida bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Mana bu yerda tarixiy narsa bor ekan, rulga o'xshaydi. Va biz hozir bu yerga mostga ketamiz. Eng qiziqarli, o'ziga eng tortayotgan joyga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, orqamdagi brat stollarni tortdilar. Opa, yoki shu brat bo'lsa kerak. Stollarni tortdilar. Ko'chadagi stollarni artib, changdan tozalab, gap yo'q. Bravo, bemalol masalan, spokойно keyin o'tirasizlar. Gap yo'q. Opa, mana bizga most. Yo, naryodana Boltiq dengizi o'zbekchasi desam, Baltiyskiy mo'ri. Vay, qaranglar, gap yo'q. Pam, vashi jinni bo'tdi-yu. Vashi chiroyi qaranglar, vashi moshni-yu. Bu yoqda takoy tundrali takoy atmosferalar. Hamma yoq yam-yashil va bu yog'imiz bizani dengiz. Gruppalarni yondiramiz. Bir, 2, 3. Vay. Вообще gap yo'q bor-u. Boltiq dengizi, Baltiyskiy mo'ri. Gap yo'q lekin bor-u. Bu yerda shuni qaraydigan bo'lsak, biz Rügen orolida bo'ladigan bo'lsak, mana shu tomonlarda taxminan to'g'riga boraversa Shvetsiya bo'lish kerak va bu yoq tomonga to'g'riga boraversa Daniya bo'lish kerak.
davlatlar va shunaqa masala. Qo'limda telefonni qattiq ushyapman chunki shamoldan uchib ketmasin deyman-da, chunki mana bunaqa chiroyga telefon tushib ketib qolsa, keyin hayotda bo'lmaydi. O'zi boru. Qaranglar atmosferani. Vay, ashi pastga tushib bitta cho'mil bersa-ya. Gap yo'q. Umrimda birinchi marta bunaqa katta dengizni ko'rishim lekin. Boltiq dengizi. Anta kema ham bor ekan. Ko'rsataman. Hop mana. Kema bo'lish kerak, kichkina. Hop mana, ana. Hozir biz ajoyib fotosessiyalarni qildik bunaqa atmosferada. Endi o'zingizlar bitta yana bir marta baho beringlar. Juda ham chiroyli. Shamol ham zo'r es beryapti boru. Juda chiroyli. Baltiskiy mo'riga, Boltiq dengiziga borib kelib turishli joy ekan lekin. Rostdan ham kelib turishli joy ekan. Juda ham chiroyli. Yo, shunaqa masala. Endi hozir pastga tushishga harakat qilamiz. Chotki zo'r rasmdan oldik mana shu mostni. Mobodo kelib qolsanglar, albatta rasmga tushishni tavsiya qilaman. Nariyo tochkadan mana bu dengiz tomonini olish kerak. Rasmga oladigan odam bu yoq tochkada turadi, rasmga tushadigan odam bu yoq tochkada turadi. Mana bu daraxt bilan dengizni o'rtasida turadi. Shunaqa chiroyli effektlar beradi. Rasmdan qoldirib ketaman o'zimnikidan. Chotki. Biz pastga ham o'zi tushmoqchi edik, lekin ham ehtiyojimizni qilib, ham bitta yopib qo'yishgan ham pastga tushishi. Shunga shunaqa sabablarga ko'ra pastga ham tushmayapmiz. Bo'lmasa, pastda ham juda chiroyli vid bor. Hozir sovqatib qoldik shamolda. Balkim sinemaga kirib, balkim 20 minutlik kinosini ko'rib olamiz. Majburlikdan. Hozir o'sha mana shu joyda har xil narsalar ham bor. Suvini shunaqa futbolkachalar. Yaxshi, biznes. O, harakatlar bor ekan. Gap yo'q, biznes joyida. Hop, sinema 16 minutdan keyin sochilar ekan. O'shanisiga kiramiz, xudo xolos. Hozirgina biz chiqib rasmga tushgan joylarimizni tarixi bor ekan bu yerda. 1584-yildan beri. Tasavvur qilasizlarmi bu narsani? Keyin 1795 mana bu yerda arxivlar saqlanib qolingan hammasi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, pastlarga tushgan odamlar o'sha paytlarda kim bu? Anqara ko'yni formani qaranglar, nechinchi yil bu? 1800-yil. 2 asr, 3 asr, 4 asr, 5 asr oldilar va mana o'sha joylar juda gap yo'q lekin boru 1990-yilda o'sha mana internetda o'sha mashhurasidan topsa bo'ladi. Gap yo'q. Ibotda shunaqa qilib to 2004-yilga kelib va uyog'iga kelib turadi. Uyog'ini chizishmabdi. Xullas, mana bu butun boshli park bo'ladigan bo'lsa, parkda yashil zonalar bor, oddiy zonalar bor, mana bunaqa qizil zonalar bor va mana bunaqa sariq zonalar bor. Bu nima deydigan bo'lsak, mana bundoq qarasa bitta yozib qo'yishgan. Bu oddiy o'sha daraxtlar bor, oddiy zona. Mana bu yashil zonalar bitta UNESCO ga kiritilgan. O'sha ba'zi noodatiy yoki zo'r daraxtlarning turlari, o'simliklarning turlari bor joylar. Mana shu hammasi katta. Undan tashqari bunaqa qizil bilan belgilanganlar bu yerga kirish mumkin emas bo'lgan joylar. Ya'ni bu yerda qizil kitobga kiritilayotgan hayvonlar yoki yo'qolish arafasida bo'lgan hayvonlar borki, ularni asrashlari uchun, saqlashlari uchun bu yerda ularni qarab o'sha boqishadi, yo'qib ketishlaridan saqlab qolishadi. Va bu sariq zonalar bu dam olgani oddiy zonalar ekan deb yozib qo'ygan. Shunaqa masala. Va bu yerda nimalar ko'rishimiz yozib qo'ygan va eng qiziq narsa shuki, hayvonlardan bitta biza hattoki anaqa dengiz sheri deylarmidi, murji, mana toyi ham ko'rsak bo'lar ekan. Ajoyib shunchaki va orxideyalar. Gap yo'q. Hammasi National Yasmont bog'ida. Biz xullas kinoni qo'yib berishadi. Dahshat bo'ladi xolos. Dieser Wald ist auf der ganzen Welt einzigartig. Und warum das so
kamerachilar keldi-yu. Kino olsa kerak ya. Oy oy oy. Bo'ldi, kinodan chiqdik. Kinoni men boru ko'p joylarini olmadim ham videoga, chunki shuni kamerani o'chirib qo'ygim keldi-da. Maza qilib ko'rgim keldi kinoni. 20 minut bo'ldi atigi, lekin 20 minut boru 20 minutdek tuyulmadi. 5 minutda, 7 minutdek tuyuldi boru. Ana bitta o'tirishda ko'rib qo'yasiz, na одном дыхании deydi-yu rus tilida. Shu bitta o'tirishda ko'rib qo'yasiz, shuni o'tib ketib qoldi. Shunaqa zo'r, shunaqa sifatli videoni o'zi ham, ana montajlari-yu, hammasi sifatli, ham berayotgan ma'lumoti shunaqa qiziqarli, vay, tushuntirib beryapti. Hammasini o'sha anu o'rmonlardagi sistema qanaqa ishlashini, daraxtlarni o'sha foydalarini, dunyoga o'sha mana shu klimatga, atmosferaga foydalarini, undan tashqari o'sha o'rmon ichidagi o'zini shu anaqa o'simliklar orasidagi sistemani tushuntirib beryapti. Voy, shunaqa asal tushuntirib qo'ygan, shunaqa zo'r tushuntirib qo'ygan. Maza qilib ko'rdim to'g'risi kinoni. Shunga kameraga olgim kelmadi. Chunki asl haqiqiy yani masterpiece, haqiqiy chotki narsalar kameraga olinganda baba, oddiy narsa ekan deyiladi. Uni ko'z bilan ko'rsa, rostakamiga kayf qilsa bo'ladi. Shunga kameraga olganim yo'q. Kino zo'r chiqdi. Mabodo yo'linglar tushib qolsa, albatta Yasmin Parkga kelinglar-da, o'sha kinoni ko'rib ketinglar. Menimcha arziydi, yomon arziydi. Hozir endi betga kelib qarasak, dunyoda 1450 tacha mana bunaqa ko'rshapaliklarni Batman, Batcar, Batmobil, любой narsa, Bat Dungeon. Короче, shu anaqa ko'rshapaliklarni 1450 xil turi bor ekan dunyoda va shu Yasmin bog'ida 10 ta turi bor ekan. Shuni ko'rsa bo'lar ekan. Menimcha mana shu rasmlarni qo'yib ko'rsatib ham ketishgan va balkim kechqurun ko'rib qolsa ham bo'lar. Ajoyib. Biz ham endi sal yoshlik qilib bolalar bunaqa arg'imchoqlarga chiqamiz maza qilib. Biz ham bir yurib beraylik. Oppana. Bunaqa germanskiy arg'imchoqlarda oppana. Yaxshiroq men bundan ham uchdik. Normalniy. Gaz. Missiya Tarzan amalga oshirildi. Bu filmdan ba'zi eslab qolgan ma'lumotlarimni aytib ketaman. Bu bittasi shuki, o'rmonlarda qo'ziqorinlar bilan daraxtlar bir-biri bilan gruppa bo'lib ishlashadi. Ya'ni qanaqa qo'ziqorinlar daraxtlarga har xil foydali ozuqalarni beradi. Uning evaziga daraxtlar qo'ziqorinlarga shakarni beradi. Yer tagida hammasi katta bir-biriga chambarchas ulangan bo'ladi. Undan tashqari bu o'rmonlarda 150 yillik daraxtlar bor. 150 yillik daraxtlar va undan tashqari 150 ming yil oldin bu yo'lda aynan mana shu Germaniyaning shu qismlarida mana shu orolda, shu Yasmin Park taraflarda hamma yoq muz bo'lgan. 150 ming yil oldin muz bo'lgan, keyin u aysberglar bo'lgan, keyin ular sekin-sekin erigan. Undan keyin ular erishiga mana shu Yevropaning pastki qismidan sekin mana shu daraxtlar katta bo'lishni boshlagan. U daraxtlar har xil yomg'iri, issig'i, anaqani qorni ko'rib, ko'nikib, ulardan o'tib sekin tepaga o'sib boraverganda va shu Germaniyaning shu tepa qismiga kelib shu Yasmin bog'lariga kelishni boshlagan. Aynan bu daraxtlarning nomi olxa daraxtlari deb aytilar ekan o'zbek tilida, ingliz tilida beech trees deyilar ekan, ya'ni B ikkita Y I C H. O'sha daraxtlar va bular aynan mana shu boltalar ishlab chiqarilgandan keyin odamlar boltalar bilan chopib tashlashgan hamma daraxtlarni. Bu daraxtlar reski juda ham tezda kamayib ketib qolgan va juda kam holga kelib qolgan bugungi kunda. Lekin shunda ham, shunaqa bo'lsa ham, shu UNESCO o'zini himoyasiga olgan bu daraxtlarni va haligacha bu daraxtlar, olxa daraxtlari Germaniyada va Yevropada topiladi va bor. Va aynan Yasmin bog'i shu juda ham ko'p har xil o'simliklar, har xil daraxtlarga boy park. Albatta chiroyli, kelishinglarni albatta tavsiya qilaman. Yep, be king for a time. Vaqtinchalik qirol bo'lamiz. Qani, Alex. Ma bilan jimjitlikka shunchaki til ojiz.
Shunaqa qilib o'rtoqlar Victoria Zicht degan joy bor ekan. Ya'ni o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri Victorianing manzarasi deb nomlangan. Menimcha Victoria ismli bir ayol, qiz o'sha joyni topgan birinchi bo'lib. Shunga nom berilgan shekilli. O'sha videoda ko'rdinglar, biz Boltiq dengizini boshqa qirlardan ham mana ko'rdik va juda ham xursand bo'ldik. Ko'zimiz shunchaki quvondi. Juda ham chiroyli vidlar ekan. Ana sekin endi uyga ketilyapti. So'z oxirida nima ham derdim? Ko'rishguncha Boltiq dengizi, ko'rishguncha Ryugen oroli va Yasmut bog'i va sizlarga ham ko'rishguncha aziz tomoshabinlar. Keyingi vloglarda ko'rishamiz yana. Xayr. Station. Stralsund, Rügendamm. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Auf das Telefon.